Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Ikkita vazn toifasida sobiq UFC chempioni Conor McGregor tashkilotda e'lon qilingan janglarga o'z munosabatini bildirdi. Avvalroq Ilia Topuria Charles Oliveira bilan, Islam Makhachev esa Jack Della Maddalena bilan jang qilishini e'lon qilgandi. Wow, UFCda yana ajoyib damlar. Bravo Dana White, senga shubha qilmagandim deb yozdi McGregor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Qadrli do'stlar, hamyurtimiz Ramazon Temirovning vaznidagi chempionlik jangi rasman e'lon qilindi. Kecha tunda UFC rahbari Dana White bir necha chempionlik janglarini rasman tasdiqladi. Ular orasida o'ta yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Alexander Pantoja ham bor. Braziliyalik aralash kurash ustasi 28-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahrida tashkil etiladigan UFC 317 turniri doirasida Main Event jangida oktagonga chiqadi. Chempionning raqibi kutilganidek reytingning 4-pog'onasida borayotgan Yangi Zelandiyalik vakili Kaya Kare France bo'ladi. Bu Pantoja uchun 3-chempionlik himoya jangi bo'ladi. 2023-yilning iyul oyida u Bernardo Moreno mag'lubiyatga uchratib, kamarni tortib olganda, shundan keyin 35 yoshli Alexander 3ta muvaffaqiyatli chempionlik janglarini o'tkazdi. Brandon Royval va Steve Akreni ochkolar hisobiga mag'lub etdi. Kay Ayaskula esa bo'g'ib qo'ydi. 32 yashar Kay Kara France esa o'tgan yilning avgust oyida Akreni texnik nokautga uchratgan edi. Bu bilan zelandiyalik jangchi Moreno va Amir Albazi qabul qilib olgan mag'lubiyatlar sarasida yopgandi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, UFC 317 turnirining asosiy jangi Ilia Topuria va Charles Oliveira o'rtasida bo'lib o'tadi. Jangchilar Islam Makhachevdan vakant qolgan kamar uchun o'zaro oktagonga chiqadi. Qadrli do'stlar, hozirgi vaqtda hamyurtimiz Ramazon Temirov uchun juda ham jiddiy raqiblar berilmoqda. Hamyurtimiz hozirda UFCda ikkita jang o'tkazdi va ikkalasida ham g'alaba qozondi. Mana shunday ketma-ket g'alabalarni keltirib chiqarsa, unda Dana White rasman hamyurtimiz Ramazon Temirovni UFC chempionlik kamari uchun jangga olib borishi mumkin. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Ramazon Temirovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Ramazon Temirov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.